33 bab. Perverdigar Musaga mundaq dedi. Sen özün Mısırdan elib chiqqan xalq bilan bu yerdan ketib, men İbrahim, İshaq va Yaqublarga qasam qilib, ularning avlodlariga berishga va'da qilgan yerga borg'in. Sana yo'l boshlashqa farishtamni avatman. Men Kanonlar, Amorlar, Hitlar, Perizlar, Hivilar ve Yabuslarni haydab chiqirib, seni süt ve hasal iqib turdigan yerga opiraman. Lekin men sizlar bilan birga bormayman. Chunki sizlar bo'yni qattiq xalq bo'g'ashqa, men sizlarni yo'lda halok qilib etishim mumkin. Bunu anlayan xaloyiq intayin məyuslanib, zinnat buyumlarni taqmaydigan bo'ldi. Chunki Perverdigar Musaning munu so'zlarini ularga yetkazib qo'yishini buyurgan edi. Sizlar bo'yni qattiq xalq. Agar men sizlar bilan ozroqla birga bo'lsam, sizlarni butunlay halok qilib etishim mumkin. Endi sizlar özünlərdə bar bolğan zinət buyumlarını elib etinglar. Mən sizlərni qandaq bir tərəf qilishni belgilay. Şunun bilan İsraillar Sinay tağından ayrılğandan tatib zinət buyumlarını zadi taqmidi. Hər qitim İsraillar qarargah qurğanda Musa Perverdigar bilan uçuruşuş çediri deb atalgan ibadet çedirini qaraqgohdan xeyli yiroq joyda tikatdi. Perverdigarga dua talablari borlik kishilar u yerga borsa bo'latdi. Musa qachonli bo'lmasin, uchrashuv chedirga mang'inida xaloyiq o'z chedirining oldida o'ri turib, Musaning kaynidan toki u uchrashuv chedirga kirib bo'g'icha qarshi turishadi. Musa chedirga kirgan vaqtda bulut turiga tushib, uchrashuv chedirining oldida turadi. Perverdigar bulut ichidan Musa bilan so'zlashadi. Xaloyiq bulut turikining uchrashuv chedirining eshik oldida tug'alligini ko'sila, o'z chedirlari oldida ruslanib, Xudoga sajda qilishadi. Perverdigar chedir ichida Musa bilan xuddi kishilar do'st birodarlar bilan so'zlashganga o'xshash yuzma-yuz so'zlashadi. Musa qarorgohga qaytib kelganida uning yosh yordamchisi Nunning o'g'li Yashu chedirda qoladi. Musa Perverdigarga: "Sen menga bu xalqni boshlab berishga amr qilgan eding. Lekin sen menga kimni men bilan birga berishga avatganligingni aytmading. Sen meni alohida maqsad bilan tanlaganligingni va menga baxt ato qilganligingni aytgan eding. Undaq ekan, sening yo'lingda menib, hamisha oldingda iltifot tepishim uchun menga yo'l ko'rsatkaysan va bu xalqning o'z xalqing ekanligini esingda tutqaysan," dedi. "Men o'zim sen bilan birga berib, seni g'am qayg'udan xalos qilay," dedi Perverdigar. Musa uningga: "Agar sen biz bilan birga bormasang, bizni bu yerdan ayirmag'aysan. Agar sen biz bilan birga bormasang, boshqalar xalqingning va mening Perverdigorimiz bo'lgan sening oldingda iltifot topganligimizni nemidan bilsin? Buningdan boshqa nemi ish bizni dunyodagi boshqa xalqlardan farqlantiralsin?" deb javob qaytardi. Perverdigar Musaga: "Sening talbing bo'yicha ish ko'raman. Chunki sen mening iltifotimga
eriştin. Ben seni alaydı məqsəd bilən talladım, dedi. Şuna Musa, bana öz uluqluğunu kösətkəysən, dedi. Pərverdigar mundaq cavab qaytırdı. Mən bütün mehribanlığını köstüb, senin aldığından ötüb, məngü baboğuçi degen müqəddəs namımni jakarlayman. Kimge mehribanlıq qılım kəsə, şununğa mehribanlıq qılıman. Kimge iç ağırtqım kəsə, şununğa iç ağırtıman. Biroq, sana öz çırayımni kösətməyman. Çünki meni kögən kişi tirik qalmaydı. Lekin menin yenimda bir joy bor. Sen o yetki qoram taşının üstüde tuğun. Menin parlaq nurum o yerden ötüdüğün vaqtda mən seni taşının yoçqığa qoyub, kolum bilen yepip durman. Ötüp boğandın keyin kolumni tartıp alıman. Sen meni keynimdin körüsen, çırayımni kösen bolmaydı.